Assalamu alaikum everyone. Welcome to another lesson in your academy. In this lesson, we're going to learn about shadowing technique. Alright. So shadowing texnikasi haqida ushbu darsimizda tanishib chiqamiz. O'zi shadowing texnikasi nima? Qanaqa foydalari bor biz uchun va nima uchun ko'pchilik o'quvchilar buni maslahat berishadi? Qanaqa usullar bilan shadowing texnikasini qo'llash mumkin? Mana shularni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizda. Hop. Shadowing texnikasi bu like native speaker ingliz tilida gapirganda native speaker degani o'zini ona tilida ya'ni ingliz tilida gapirganda uni audio yoki videosini ko'rish eshitish orqali ortidan takrorlash, alright, copy qilish yoki nusxalash desak ham bo'ladi. Unda hech qanaqa meaning yoki tarjimaga e'tibor bermaysiz. Siz e'tibor beradigan narsa bu o'sha yerdagi intonatsiya, tovush, ritm, ohangni nusxalash kerak. Hop, nima uchun speaking balga foyda beradi? Buni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda pronunciation'ni yaxshilaydi, ya'ni talaffuzni. Ingliz tilidagi talaffuzingiz o'z-o'zidan rivojlanadi. Ikkinchi o'rinda bu fluency and coherence'ga foyda beradi. Bu degani, miyangizda so'zlarni o'ylab, chalkashib, to'xtab qolmaysiz, ravon gapirishni boshlaysiz. Keyingi foydasi intonation and stress, ya'ni Band 7+ IELTS'da olishingiz uchun eng foydali bo'ladigan jihati intonatsiyani qayerga qo'yishi, qayerda urg'u tushishi kerak gapga, shularni o'rganib olasiz yaxshilab. Keyingi foydasi ritmda. O'zbek tilida speakerlar yoki gapiruvchilar asosan bir xil ritmda gapirishadi. Just like this. But in English, it's like up, down, up, down, up, down. Xuddi muzikani ritmiga o'xshagan holda ba'zida baland gapirishadi, ba'zida ohangi pasayib ketadi. Mana shu narsa ritm deyiladi va shuni ham ancha yaxshi o'rganib olasiz. Hop, va shu bilan birga eng mashhuri or muhimi desak, ishonch, ya'ni confidence oshiradi. Bu degani siz endi ingliz tilida gapirganingizda qo'rqib yoki uyalib gapirmaysiz, balki ishonch bilan to'xtamasdan gapira olasiz. Chunki sizda shuncha narsa yaxshilanyapti-da. Endi hech qanaqa qo'rqishga hojat yo'q. Alright. Hop, bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib bajarish kerak? Buni ikki xil usulda qilsak bo'ladi. Birinchi usuli mana bitta, ikkinchi usulni practice qilib ko'ramiz. Real time. Hop, birinchi usulda nima qilamiz? Birinchi o'rinda bizga audio yoki video kerak bo'ladi. Ko'pincha bu 30 soniyadan 2 daqiqagacha. Like undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz zerikib qolasiz bu texnikani qilishda. Oldin o'zim ham o'quvchilarimga aytganda 5 daqiqa deb aytardim. Birinchi shadowing texnikasi chiqqanda shunaqa edi o'zi. 5 daqiqa davomida video yoki audioni tinglaysiz va uni orqasini takrorlaysiz. But it seems like a little bit boring because today's generation is not paying attention for like 2 minutes for literally nothing. So keyingisi avval hech narsa demasdan faqat diqqat bilan tinglaysiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz nima? Videoni topingiz YouTubedan yoki boshqa platformadan va uni shunchaki tinglab olasiz. Keyin bo'lsa matnni subtitr yoki skriptini copyright qilib olish kerak. Buni qanaqa qilishni men ko'rsataman va undan tushunmagan so'zlar va iboralarni aniqlab, o'zingizga kerakligicha tarjima qiling. Chunki matnni tushunsangiz, shunchalik yaxshi, qanchalik yaxshi tushunsangiz, shunchalik yaxshi talaffuz qilasiz yoki gapira olasiz. Hop, undan keyin audioni tezligini hisoblash kerak. Qanaqa tezlik sizga ma'qul? 0.5x, 0.6, 0.7 yoki 1.7, 1.5. O'zingizni holatingizga va video tezligiga qarab. Bir xil parchani 5-10 marta takrorlaysiz. Parcha deganda o'sha videodan olgan bir qismingizni, like 2 minutes deylik, 2 minut yoki 1 minutni ma'lum vaqt takrorlashingiz kerak, 5 yoki 10 marta. Hali videoni qo'ymasdan, alright? Har safar aniqroq bo'lishga harakat qilasiz. Like takrorlab ko'rdingiz va undan keyin audioni play qilishingiz mumkin. O'shandagina siz sezasiz foydasini. O'zingiz diktofonga yozib, original audio bilan solishtirib ko'ring. Zo'r foyda beradi. Misol uchun Telegram hamma ishlatadi. Telegramda mana bu funksiya bor, ya'ni diktofonchani bossangiz, ovozingizni voice message qilib yozadi. O'sha funksiyani ishlatish orqali to'liq matnni og'zaki aytib ko'ring. Hammasini qilib bo'lgandan keyin va tekshirib solishtiring. Siz bilan native speaker gapi o'rtasida qanaqa farqlar bor? Hali ham katta gap, katta farq bo'ladigan bo'lsa, значит siz bu texnikadan to'g'ri foydalanmayapsiz. Xo'p, manbalarga to'xtaladigan bo'lsak,
Unga to'xtalishdan oldin keling yaxshisi o'sha bosqichma-bosqich usullarini ikkita dedim. Har birini ko'rib chiqamiz. Ho'p, birinchi usul bo'yicha, ya'ni hozir aytgan usulim bo'yicha qanaqa qilib tekst olishni, videolarni topishni o'rganamiz hozir. Hop, birinchi o'rinda YouTube ochib olamiz. Laptop va YouTube'da har xil videolarni ko'rishingiz mumkin. Like, okay. So, bu speakerlarni topish kerak. Native speakerlar uh, like yozgan videolarni topib, ular orqali shadowing qilish ancha foyda beradi sizga. So, endi men subscriptionsga o'taman sizga ba'zi kanallarni maslahat berish uchun. Alright. Hop, let's see what we got. So subscriptions here. Misol uchun TED olaylik. TED Ed yoki TED Talks. Mana bu TED Ed judayam maslahat beriladi sizga. Sababi bundagi videolar animatsion jihatdan ham zo'r. Darajangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sizga judayam foydali bo'ladi. Agar darajangiz bundan ham pastroq bo'lsa, ya'ni siz endi boshlang'ich beginner bo'lsangiz, BBC 6 Minute English'ni eshitib o'shandan shadowing qilish maslahat beriladi. 6 Minute English. Hop. BBC Learning English desak ham bo'ladi ya'ni. Bunga kiramiz. Videolar mana ko'rsak bo'ladi bu qismga o'tib. Har xil topikda, har xil mavzuda videolar bor. Eslab qolingizlar, BBC Learning English, TED Ed yoki darajangiz yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, TED Talks bor bizada. TED Talks. Mana bunda kattalar haqida, kattalar o'ylaydigan, muhokama qiladigan narsalar, mavzular bo'yicha videolarni ko'rishingiz mumkin. Hozircha biz TED'dan foydalanamiz. TED. Hop, bundan men o'zimga qiziqroq bo'lgan bitta videoni tanlab olaman. Video siz uchun qiziqarli bo'lmasa, process, ya'ni jarayon ham qiziqarli bo'lmaydi. Hop. Should you rinse your dishes first? Qiziqmas uncha. Cute but deadly. Hmm, yoqimtoy lekin deadly. Na, unchalik ham qiziqmas. Broken heart syndrome. So not for kids. A brief history of toys. Or let's see this one. Raby degani. Manimcha qanaqadir rabbit animal. Okay, let's see what raby means. What actually means. Like, oh, raby animals. Rabies. Meaning. Bu quturish kasali borku, rabies. O'shanaqa kasallik siz uchun qanchalik xavfliligi haqida ekan. Got it? One morning in France in 1885, a dog attacked 9-year-old Joseph Meister, biting. Hop, bu video hozir bizga o'sha rabies qanaqa bo'lib kelib chiqqan historiesini tushuntirib beradi menimcha. Endi bundan qanaqa qilib matnini olishimiz mumkin. Agar sizni laptopingizda ruscha bo'ladigan bo'lsa еще, inglizcha bo'ladigan bo'lsa more degan qismi chiqdi va men uni bosdim hozir. Va pastda show transcript degan qismini topishingiz mumkin. Got it? Va bu qismni topganimizdan keyin mana 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsak, bu yerda toggle time stamps degan joyi chiqadi. Bu degani o'sha vaqtlarni yo'qotib beradi bizga. Mana. Vaqtlarni yo'qotib bo'lgandan keyin men qanchadir qismini o'zim uchun kopirovat qilib olaman, ya'ni copy qilib olaman. Hammasini emas, chunki to'liqligicha ancha ko'p bu. Copy qilib olganimdan keyin men buni bitta saytga tashlayman. Nima uchun desak, matnni bir xilligicha to'g'irlab olish uchun. Bu saytning nomi Text Fixer. Text Fixer. Saytga kirganimdan keyin birinchi bo'lib menga chiqadigan narsa remove line breaks chiqadi. Unga kiraman va
copyright qilgan, ya'ni nusxalagan tekstini bu yerga paste qildim mana. Qo'yib oldim va tugmani bosaman. Va pastda bizga natija kelib chiqadi. Buni copy qilish uchun shunchaki mana bu ko'k tugmachani ustiga bossangiz yetarli. Laptopim bo'lsa, man Wordni ochib, yangi fayl ochib olaman o'zimga va buni paste qilaman. Paste qilish uchun Ctrl plus V ni bosish yetarli. Yoki shunchaki mishkani o'zida chap tugmani bossangiz, bu yerda paste options chiqadi. Shuni ustiga bossam, mana paste bo'ldi. Buni shriftini biroz kattaytiraman o'zim uchun qulay qilib va YouTube bilan bir xil ritmda qo'yaman mana. YouTube'ni topib olishimiz kerak bu yerdan. Here. Mana bir tomonda video, bir tomonda text bor mana uchun. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha fayl bo'yicha ko'radigan bo'lsak, tekstni oldik va audio tezligini sozlaymiz. Qanaqa sozlayman desangiz, bunaqa bo'ladi. Hop, nastroyka qismiga mana bu boltchani ustiga bosadigan bo'lsangiz, bu yerda tezlik chiqadi. Ya'ni let's see. Why it's not working? Manimcha buni katta ekranda ochib olish kerak tezligini sozlash uchun. Okay. Let's see it. Mana bu qismni bosgandan keyin menda playback speed chiqdi mana. Bu o'zi 1x da turadi va men buni sekinroq qilishim mumkin. 0.75 qilsam astalashadi mana. Him in 14 places. He survived, but his mother realized Endi buni o'ziga moslagan holda darajangiz yuqori bo'lsa tezroq qilasiz, va darajangiz past bo'lsa pastroq qilasiz. Ya'ni sekinroq qilasiz. Hop, menga 1x normal, o'sha uchun buni qo'yaman shundoq. Qo'yganimdan keyin ikkita screen qilib olganman, teksti bor. Endi men buni takrorlashim kerak. Like one morning in France in 1885, 1885, a dog attacked 9-year-old Joseph Meister. a dog attacked 9-year-old Joseph Meister. Ana ko'rdingiz, bu birinchi usulimiz edi. Endi men sizga ikkinchi, bundan ham effekt bo'lgan usulni ko'rsataman. Bu usulni menimcha hali o'rganmagansiz. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Buning uchun Word fayl bizga kerak bo'lmaydi. Buni yopib turamiz. Don't save it. Buning uchun qarang, yo'li qanaqa bo'ladi. Boshdan ko'rsataman. Mana YouTube'ga kirib oldik. Videoni tanlaymiz. Here. Boya aytib o'tganimdek, videoni ichidan show degan yoki more degan qismini bosdim. Pastdan show transcript kelib chiqdi. Vaqtlar kerak bo'ladi. Vaqtlar kerak bo'ladi menga. Va vaqti bilan qo'shib copyright, ya'ni copy qilib olaman tekstimiz. Let's say the first 1 minute. Birinchi 1 minutini men copy qilib oldim. Okay? Endi bo'lsa menga Telegram kerak bo'ladi. Telegramga bitta guruh ochib olganman mana. Scriptlar uchun. Tekstni paste qildim va bu tekst hozircha shu yerda tursin. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishim, men bu YouTube'da share yoki mana shunaqa отправить degan funksiyasi bo'ladi ruschada, adashmasam. Shuni ustiga bosadigan bo'lsam, menga link beradi. Linkni copy qilib Telegramga o'taman va downloader bot bor. UTS bot. Men shundan foydalanaman. Yoki Godzilla degani ham bor. Xohlasangiz, o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Godzilla downloader siz. Mana shu botdan ham foydalansangiz bo'ladi. Balki o'zingizda bunaqa bot bordir. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Xo'p, men buni linkini tashsam, menga option beradi. Videosini tashlaymi yoki audiosini? Men bo'lsa audiosini tanlayman. Endilikda menda audiosi bor. Xohlasam buni copyright, ya'ni sketch qilib olaman o'zimga. Download qilaman.
So endi bo'lsa boyagi script qismiga o'tib, skripkani bosadigan bo'lsam, audio kelib chiqadi. Audioni bosdim va jo'natdim. Audio tushib bo'lgandan keyin audioni pastiga mana bu tekstni yozib qo'ysam, hozir bizga juda ham qulay shaklga keladi. Mana. Buni zo'r tomoni nimada? Hozir ko'rib olasiz o'zingiz. Hop. Endi men YouTube'ni ochib, qarab, screenlarni nima qilib yurishim shart emas. Ikkiga ajratib. Shunchaki Telegramni o'zida shadowing texnik qilsam bo'ladi. Bu telefonda ham ishlaydiki. Misol uchun mana qarang. Ikkinchi usuli bu. So, one morning in France in 1885, a dog attacked 9-year-old Joseph Meister. Buni o'zim o'qib ko'rdim. Xohlasam yana bir ikki marta o'qib ko'raman va endi shu qismini men qaytib eshitaman. One morning in France in 1885, a dog attacked 9-year-old Joseph Meister, biting him. One Attacked. Men buni birinchi martada attacked deb o'qigan bo'lsam, endi attacked deb eshitdim, right? Men bu word menda tuzaldi, pronunciation. Yoki men bu let's listen that 30 seconds. Ya'ni 30 daqiqa soniyasini eshitamiz. Today, without proper intervention, rabies remains deadly in almost all cases. Endi men buni qaytib eshitaman. Today, without proper intervention, rabies remains deadly in almost all cases. Men buni o'qiganimda intervention deb o'qidim. Ya'ni venga tashlagandim urg'uni. Aslida aytgan vaqtida intervention birinchi qismga tushyapti urg'u. Qarich. Va shundan bilib olamanki, xatolarimni birdaniga to'g'rilab ketishim mumkin. Va oxirida nima oldingiz mana shu shadowing texnikasidan? Shuni qisqa qilib yozib olasiz. Like take away nima bo'ldi sizda? Take away degani yoki outcome, natija nima bo'ldi? Shuni yozib olasiz qisqacha qilib. Tekstini kattaroq qiladigan bo'lsak. Misol uchun men intervention degan so'zni intervention o'qiyotgandim. Intervention deb o'qidim. Lekin aslida bu qanaqa bo'lar ekan? Intervention. Got it? Ya'ni mana bu vention emas, vention deb o'qiladi. Yoki boshqa so'z, yana o'rganganimiz ko'pchilik qiynaladigani let's say rabies or infectious. Mana bu so'zni infectious o'qisam, misol uchun, men buni to'g'rilashim mumkin ekan, mana eshitaman. Making it the most lethal infectious disease. However, making it the most lethal infectious disease. Infectious yoki lethal degan so'zni lethal deb o'qirdim, lethal deb o'qilar ekan. Men shuni yozib olaman birma-bir. Erinmasdan yozish kerak. Shunda esda qoladi. Lethal degan so'z yozilishi. Men buni lethal deb o'qildim. Va correct qildim buni nima bo'lar ekan? Lethal or lethal. Lethal deylik. Hop. Yana bir so'z bor edi biz o'rganganimiz hozir. Infectious, right? Infectious. Buni men o'qirdim. Infectious deb. Va bu o'zgardi. Qanaqa ekan o'zi aslida? Infectious. Got it? Men shunaqa qilib olgan bilimimni men jamlab olaman va yozib olaman. Eslab qolishim uchun. Shundagina foydali bo'ladi bu texnika. Endi materiallarga to'xtaladigan bo'lsak, videolarni yoki audiolarni qayerdan olish mumkin? The first step beginner darajasi uchun, beginner yoki pre-intermediate'lar uchun men tavsiya bergan bo'lardim BBC Learning English boya ko'rib chiqqanimiz yoki undan tashqari Rode Podcast bor. Telegramga yozsangiz chiqib keladi mana. Hozir ko'ramiz. Rode Podcast. Telegramdagi eng katta kanallardan bittasi podcast uchun.
Bunda har kunlik podkastlar va uni skripti ham tashlanadi kerak bo'lsa. Shadowing uchun ham zo'r. Mana shundan olib ishlatsangiz, darajangiz pastroq bo'lsa ham yaxshi practice qilishingiz mumkin. Hop, intermediate darajalar uchun Wow Learning English man oldin sinab ko'rmaganman, shuning uchun buni maslahat bermayman. Simple podcastlar eshitsangiz bo'ladi. Undan tashqari, like TED-Ed eshitishingiz mumkin. TED-Ed. Boya ko'rib chiqdim. Yoki TED Talks bor. Crash Course degani bor. Sinab ko'rsangiz bo'ladi zo'r videolari. That's it. Mana shular yetarli sizga. Keyingisi upper intermediate advanced levelda bo'lsamchi desangiz, bunda TED Talks eshitsangiz bo'ladi. BBC News eshitishingiz mumkin. Juda ham foyda beradi. IELTS speaking namunalari bor YouTube'da. Speakingdan olingan parchalar. Shularni eshitishingiz mumkin. Undan tashqari maslahat bergan bo'lardim. Modern Wisdom degan YouTube kanalni kuzatishdi. Modern Wisdom. Va undan tashqari, hop, yaqinda ko'rganim bor edi bitta. Ya'ni yaqinda obuna bo'lganim. Last Week Tonight degani bor ekan. Look. Last Week Tonight. Buni oxirgi darajaga yozyapmiz, chunki buni videolari biroz tezroq va qiyinroq qaytarish uchun. Hop, IELTS uchun maxsus maslahat berishim mumkin. Speaking partlari eshitish. Shunchaki YouTube'ga IELTS speaking deb yozadigan bo'lsangiz, IELTS speaking band 9 deb yozaylik. Anaqa mock test videolari kelib chiqadi. Bularni eshitib shadowing qiladigan bo'lsangiz, ancha yuqoriga ko'tarilasiz darajangiz. So that's it for now. Endi muhim maslahatlar nima? O'sha shadowing texnikasini birinchi sinab ko'radiganlar uchun. Har kuni 10-15 daqiqa mana shunga vaqt ajratsangiz bo'ladi. Bu shunchaki dam olish, correct? Dam olish bitta yo'li. O'qishlaringizdan charchab ketgan vaqtingizda 15 minut vaqtingizni sarflasangiz yetarli. Hozir bizda ko'p vaqt ketib qoldi, sababi sizga etap-etap, step by step birma-bir tushuntirib chiqdim. Va buni bir marta qilib shu bilan tashlab qo'yish kerak emas. Consistency bo'lsa, o'shandagina darajaga erishasiz. Nima degani bu consistency? Consistency degani bu bitta ish harakatni to'xtatmasdan davomiylikda bajarib borish. Misol uchun bugun bajardim, ertaga bajaraman, ertadan keyin ham bajaraman. Va shunday davom etib ketaveradi, to'xtab qolmaydi hech qachon. Hop, keyingi maslahat bu boshida sekinroq audiolardan boshlash kerak. Yoki audioni boya ko'rsatganimdek speed, ya'ni tezligini moslashtirish kerak sekinroqqa. Undan keyingi maslahat ma'noni emas, tovush va ohangni copyright qilish kerak, ya'ni takrorlash kerak ortidan. Bu yerda asosiy ma'no translation'ni tushunish emas, tarjimasini, balki ohangini yaxshilash, talaffuzni yaxshilash. Undan keyingi narsa ovozingizni boyaga aytganimdek eshitib solishtirib ko'rish. Misol uchun mana shu kanalni o'ziga skriptlar uchun ochgan kanalimga ovozimni record qilaman. Mana buni bosdim va boshladim. One morning in France in 1885, a dog attacked 9-year-old Joseph Meister, biting him in 14 places. He survived, but his mother realized he was probably now infected with rabies and almost certain death by sentence. She rushed him to Paris. Demak, shu yergacha yozdim. Buni men eshitib ko'raman va solishtiraman. Shundagina menda natija yanada yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, har xil audiolar bilan tez-tez o'tib ketishdan ko'ra, agar sizda bitta audioda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qayta-qayta to'xtalib yaxshilash maslahat beriladi. That was all about shadowing technique. Bugun juda ham yaxshi usullar, texnikalarni ko'rib chiqdik va shadowing texnik o'z aslida qanaqa qismlarga foyda berishini ham bilib oldik. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiyalar bildirish yoki kommentlar bilan qo'llab qoling. Goodbye for now. Take care everyone.